Mana yengil issiqqina. Yoqalariga norka qo'yilgan, i qo'llariga ham norka qo'yilgan. Mana belvoli fason, teglari amalli bo'lib ketdi. Buni yengilcha variant. Bizda har doimgidek yana yangi mollarimiz keldi. Xudo xolasa, Turkiyadan yangi tovarlarimiz kelgan ekan. Shularni hozir sizlarga birma-bir ochib ko'rsatamiz. Bilsanglar, skidkalarimiz davom etyapti. Skidkalar davom etishiga qaramasdan yangi tovarlar keldi yana. Hozir sizlarga nimalar kelganini ko'rsatib chiqaman. Hop, bu yoqda alakantaro nimchamiz kelgan yoki qo'lligi. Hop, ko'ramiz. Kapshonkali variant. Bulardan bilsanglar qolmagan edi. Juda ham chiroyli fason bo'ladi. Ish xalaqtamiz. Yirtib tashlaylik. Kapshonkali, qo'llari bunaqa tulki qo'yilgan, yoqalariga ham tulki qo'yilgan, chiroyli qilib. Ham kapshon o'rnida kiysanglar, ham katta yoqa qilib kiysanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli turadi. Mana belvoli fason, teglari amalli bo'lib ketdi. Buni yengilcha variant. Oldin tegi tekis bo'ladi. Bu amalliroq kelgan. Buni pastga yoyib ko'rsataman. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Juda ham sochli. Hop, bu yoqda yoshi katta, yoshi o'rta ayollarga alakantaro. Uzunligi 80 sm bo'ladi. O'rtasidan piton yurgan, yoqalariga norka qo'yilgan, i qo'llariga ham norka qo'yilgan. Juda ham yengil, yaxshi variant. Rombikli qislangan variant ekan. Bu yoqda ana boyigimizning boshqa razmerlari. Hop, bu yoqda yana yangi narsamiz. Kashmir ekan. Kashmirga mana ko'rishingiz mumkin. Pises qo'yilgan, juda ham chiroyli. Bu yana ko'tariladi mex. Mushusli bo'lib ko'rinadi. Hozir yengilligi uchun hali mexlari ko'tarilmagan. Juda ham chiroyli narsa. Yengil, issiqqina. Modniy, yengil narsa. Yangi model xohlaganlarga mana shular yangi kelibdi. Bu yoqda qani nima ekan? Shalimiz kelibdi. Bardoviy, juda ham katta. Mana. Kamida 2 metr chiqadi. Mana. Ikkinchi rangi, bunaqa rangi ham bor. Ertalab yoki kech payt topolarga chiqqaninglarda shuni ustiga tashab o'tirishga zo'rlanasiz. Bu yoqda boyagi alakantaralarimizni razmerlar chiqib kelyapti. Xohlagan razmerlardan bor, xudo xolasa. Bu yoqda bunaqa rang ketdi. Yosh katta onaxonlarga alakantaralarimiz. Mexlari ham chiroyliroq, boshqacharoq bo'lib ketdi buni. Sal uzunroq bo'lib kelgan. Matlarga piton qo'yilgan, pitoni ham rangi chiroyli qo'yilgan ekan. Mana hamma razmerlardan bor, xudo xolasa. O'zi 2 dona korobkamiz ketdi. Tezroq kelib xarid qilib olishlarini so'rab qolamiz. Chunki bu modellarimiz yosh katta onaxonlarimiz, yosh o'rta ayollarimiz juda ham yoqtirib kiyishadi. O'tbetlarga borganda maza qilib kiyib yurishga yaxshi narsa. Olib bersanglar, sovg'a qilsanglar, xursand bo'lib qolishadi. Sizlarni imperiyada kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.